314 ml arzimagan produktga raspakovka chek. Bu yerda hech qancha narsa yo'q, lekin shot 314 ming bo'libdi. O'zim ham tushunmay qoldim qanaqa. Ha, xo'p. Birinchisi bizga bolajonimga yana boshqa smes olib ko'rdim. Bu bizani 1 2 3-chi, yo'q, 4-chi smes almashtirishimiz. Koreyadan kelganimizdan keyin bolamga hech qaysi smes yoqmayapti va biz bundan juda ham qiynalyapmiz. Bu safargi proba. Ikkinchisi bolajonim uchun ikkita kasha. Undan keyin bitta Lipton suv 1 litrlik. Mana shunaqa assorti tuzlama. Mana shuncha ozgincha rediska va ozgincha ko'k piyoz. Saharliga oshga zo'r ketadi, zo'r. Uning uchun qatiq bor. Yana nima qolib ketdi? Bo'ldi. Shu xolos. Aytdim-ku arzimagan narsa deb. Shu arzimagan narsa 314 ming arziydimi yo'qmi o'zingizlar yozib qoldiringlar. Ha, aytgancha, to'g'ridoni, mana shu joyda rasmini qoldiraman. Mana shu marojnidan bor edi aytgancha. Hammaga xayr.